Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan navbatdagi yana yangi partiyadagi novvostlarimizdan hurmatli aka-ukalar, bugun ham xudo xolasa vodiyga, Qo'qon shahriga bir moshin mol jo'natdik. Nasib qilsa mana puli juda ham yengilroqlardan kelgan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, eng qiziq tomonini aytaymi? Xudo xolasa oqsildan kamida bir hafta bo'ldi, xudo xolasa oqsildan chiqib bo'lgan mollarimiz 100% hammasi oqsil. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol yana tekshirib olishingiz mumkin. Yana aytaman, quruq gap emas. Maqsad sotish uchun aytilayotgan yo'q bu. Sotib olish uchun aytilayotgan joyi yo'q bu mollarda. Oqsildan xudo xolasa bir tekis hammasi chiqib bo'lgan, hurmatli aka-ukalar. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Soni 20 bosh. 2 dona qizili bor, qolgan hammasi qora olan novvoslar. Hurmatli aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi sog'lom. Yeb-ichlarlarini yana bemalol bir qator ko'rib tekshirib olasizlar. Hammasi o'zimizning местный. Telefon qilib qanaqa paroda deb so'rashlaringiz shart emas, sababi o'zimizning местный mollar. Tushunmagan akalarimiz ham telefon qilib so'rashadi, qanaqa paroda. Ichida angusi bormi, shveti bormi? Yo'q, hammasi o'zimizning местный sog'lom mollar. Yana qaytarib o'taman, hurmatli aka-ukalar, hozirgi kunda chorvador akalarimizni eng og'riqli nuqtasi bo'lgan oqsil kasalligi bor. Oqsil kasalligidan xudo xolasa 100%, yana aytaman, yarmi o'tgan, bittasi bo'lmay qolgan emas. Hammasi 100% oqsil kasalligidan chiqib bo'lgan novvostlarimizdan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, buni olsamiz ichida eng arzon narx-navosi 13 million 500 ming so'm. Eng arzon narx-navosi 13 million 500 ming so'm, eng baland narx-navosi 14,5 million so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Ma'qul bo'lsa baraka qilamiz. Hammasini bir joyda olaman degan ko'lamizga, soni 20 bosh, bir joyga, bir qo'ra qilib olaman degan ko'lamizga 14 million so'mdan xudo xolasa beraveramiz. Faqat realni bo'ladigan oxirgi narx-navosi, hurmatli aka-ukalar, shunga qarab aloqaga chiqsanglar. Telefon qilib 13 dan bo'ladimi, 13 dan bo'ladimi, so'raganlaringiz foydasi yo'q. 14 million so'mdan bo'lsa baraka qilamiz. Undan pastiga deyarli ishimiz bitmaydi. Bo'ybastlariga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi ham o'lchanmagan, u taxminan 1 metr, eng balandi 1.15 deylik. Bora 1.12, 1.13 desak ham bo'ladi, lekin 1.15 chiqadiganlar ham bor, ichida bo'y yiriklardan bor. Aloqaga chiqsa 1 metrdan bir bo'ybastlariga keladigan bo'lsak, shunaqa. Lekin yoshlari eng yoshi kichkinasi 10 oylik, eng yoshi kattasi taxminan shu 2 yashar atrofida, ichida tish buzganlardan bor. Bundan tashqari 20 ta bor, bundan tashqari yana 3 bosh bor. Ularda ham alohida videosini tashlab beramiz. Yana jami 23 bosh. Bu yerda hozir videoga tushganlari 20 ta. 20 bosh. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 14 million so'mdan oxirgi narx-navosi. Aloqaga chiqasizlar, hurmatli aka-ukalar. Hozirgi kecha kunduzda mol olib qoladigan akalarimiz faqat plyusda bo'ladi. Sababi yaqin bir 1-2 oy ichida bunaqa narx-navodagi mollarimiz orzu bo'lib qoladi. Sababini telefon qilgan akalarimizga bemalol batafsil ma'lumotini berib tushuntiraveramiz. 14 million so'mdan bir joyga bo'lsa baraka qilamiz. Hammasi dala moli.